Mana bu mashinamizga stoykalarni yopishtirib berdik. Patologlarda avuzlari qilib o'rnatishibdi. Bozordagina stoykalariga olib kelishdi, stoykalarni yopishtirib berdik. Bundan bir 10 kunmi, 15 kun oldin poliklarni o'rnatib bergandim. Afshipkasiga yopishtirilmadi. Faqat stoykani o'ziga yopishtirildi. Stoykamiz mana shunday holatda polni oldigacha 500 mingga urib berilyapti. O'rtada faqat bitta mana shu tepada choq bo'ladi xolos. U ikkala yonboshlar bitta polni tushib ketadi sevay. Bu tomonlari bo'ldi. Hozir o'rta eshigini ichkariga olib kirib ichkarida uramiz. Polni atrof polni hamma joyi uriladi o'rta eshikda. Bunday joyda ochiq joy qolmaydi.